Assalomu alaykum barchaga, qadrli talabalar, shifokorlar va bo'lajak nevrologlar. Yana birgamiz. Xudo xohlasa sizlar bilan bugun darslarimizni 7-darsini o'tamiz. Bugungi darsimiz biroz g'aroyibroq, tushunish oson degan bo'ladi, biroz mujmal degan bo'ladi, lekin sizlarning keyingi faoliyatlaringizda Xudo xohlasa manfaatli ma'lumot bo'ladi. Mavzuyimiz nomi norma deb qabul qilinadigan egidagi to'lqinlar. Darsimizning manbasi Learning EG website. Rasmlarimiz ham shu veb-saytdan olingan. Rejalarimiz 6 ta rejadan tashkil topgan. Mioritm birinchisi, ikkinchisi Wicked to'lqinlar, uchinchisi uyqusiragan holatdagi ritmik mid-temporal tepta to'lqinlar, nomi ajoyib-a, zo'roq. 4-inchisi lambda to'lqinlar, 5-inchisi xavfsiz o'tib ketuvchi uyqudagi epileptik to'lqinlar va 6-inchisi 14-6 pozitiv spikelar bo'ladi. Xudo xohlasa umid qilamizki, sizlar uchun manfaatli ma'lumotlar bo'ladi. Egida ko'rishimiz mumkin bo'lgan norma deb qabul qilinadigan to'lqinlarimizni rejalar bo'yicha berib ketamiz. Birinchisi bu mioritm. Mioritm chastotasi 7-11 Hzli yoysimon shakldagi alfa to'lqin. Alfani chastotasi 7-11 orasida edi-ku. Alfa to'lqinligi tushunarli, shakli yoysimon. Endi qayerda uchraydi desak, parasagital sohada uchraydi. Parasagital zanjirda eslasizlar, mana F1, F3 bo'lib boshlagan, F2, F4 bo'lib boshlagan nimalar, tarmoqlar bizdagi parasagital hisoblanadi. Aynan yo bir tomonlama bo'lishi mumkin, yo ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Bitta ikki tomonlama. Ko'rasizlar, ikkita tomonda ko'ryapti, ham o'yinda, ham chapda bo'lyapti. Qachon yuzaga keladi desak, nimani hisobiga yuzaga keladi desak, parasagital sohadagi sensor korteksda hisobiga yuzaga keladi. Parasagital sohani sizlarga deb ko'rsatib beraman. Mana yarim sharda qanday desak bo'ladi? Yarim sharda mana bunday qilib desak. Mana bu yer temporal soha bo'lsa, mana bu yer parasagital soha hisoblanadi. Sagital sohani atrofida u yer aynan bizdagi motor va sensor korteksga to'g'ri keladi. Qilsak, mana bu yerda sensor korteks, mana bu yerda motor homunkuluslar bor-ku, aynan shu sohalarda aktivligi hisobiga yuzaga keladi. Endi mana shu to'lqinda mioritmda egida ko'rinishini keltirishamiz. Mana yoysimon shakldagi va nimasi 7-11 chastotadagi parasagital sohada yuzaga keluvchi to'lqinlar. Ko'rasizlar? Akillar sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta ekan. 7,5 ta ekan bo'laveradi. Mana bu yerda boshqasini sanasak bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta ekan. 8,5 ta chiqadi. Aynan xuddi shu ko'rinishdagi to'lqinlarni sizlar mioritm deb olinglar. Ko'rib qolsalar, "O, patologik ekan" demanglar. Aynan mioritmda parasagital sohadan, mana F3 dan O1 gacha bo'lgan sohadan va F4 dan O2 gacha bo'lgan sohalardan qidirishimiz kerak. Endi eng qiziq tomoni shunday borki, apparatda o'tirgan odam shuni ko'rib qolsa, bemorga qo'lingizni harakatlantiring yoki oyog'ingizni harakatlantiring devorsa, yoki bo'lmasa harakatlantirish haqida o'ylang desa, o'ylasa bemor yoki tekshiruvchi yo'q bo'lib ketadi shu to'lqin. Bu o'ziga xos qiziq tomon. Shunday, qo'lini yoki oyog'ini o'rnatib tursa, bizdan yo'q bo'lib qoladi. Mana shu albatta. Endi keyingi bizdagi to'lqinlar wicked to'lqinlar deyiladi. Wicked bu inglizcha mana bunda yozilgan so'z, Biz buni wicked to'lqin deb nomlab qo'yamiz. Chastotasi 6-11 Hzli alfa to'lqin, Yana yoysimon shaklda xuddi mioga o'xshaydi. Farqi bor miodan desalaringiz, buni asosiy farqi u temporal zanjirda bo'ladi. Narigi parasagitalda bo'ladi-ku mio. Endi temporal zanjirlar mana F1, F7 bilan boshlangan, F2, F8 bilan boshlanganlar shu temporal zanjirlar bo'ladi eslasangiz. Xuddi mana bunday 6 necha dedik, 6-11 Hzli alfa to'lqinlarda biz temporal zanjirda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana 1 2 3 4 5 bu 5 ta ekan. Mana bu yerda mana 2 3 4 5 6 ta. Necha dedik? Gersini 6-11 ekan.
1 2 3 4 5 6 ta. Ko'ryapsizlar? Aynan bizdagi temporal zanjirda ko'rinyapti. Mana bu ikkovi temporal zanjirda-yu, o'ng chap turibdi. Va nomi wicket. Mana bu kriket o'yinida shunaqa 3 tali yog'och bo'lar ekan. Shu kriketni biz bilmaymiz, chunki bizda o'ynalmaydi. O'shani olingan ekan, wicket to'lqini. Endi myuda farqini gaplashdik. Temporal zanjirda bo'ladi. Nimaga wicket deb nomlanganini gaplashdik. Chastotasini gaplashdik. 6-11 Hz alfa to'lqin bo'ladi. Endi qarab turib, epilepsiya bo'lsa kerak bu deyishlaringiz mumkin. Epilepsiya emas deyishlaring uchun sizlar mana bu boshqa отведениyalarga qaranglar. Boshqa отведениyalarda unaqa to'lqin yo'q-ku. Agar epileptik to'lqin bo'lganda boshqa, misol uchun epileptik o'choq tarqalib ketganiga boshqa temporal emas, parasagital, sentral zonalarga ham tarqalib ketgan bo'lardi. Shuning uchun ham buni biz epileptik to'lqin demaymiz. Mabodo shunaqa to'lqin ko'rib qolsangiz, bo'ldi, bu wicket 6-12 chastotali Hzli alfa to'lqin temporal zanjirda uchraydi deb olaverasizlar. Shunda endi bizda keyingi nimamiz bu 3-rejamiz. Bu uyqusiragan holatdagi ritmik mid-temporal tetta to'lqinlar. Nomi uzun, lekin men tushuncha qilib tushuntirib beraman. Qo'rqmanglar nomidan. Tetta to'lqin ekan. Tetta to'lqinda eslaymiz 4-8 oralig'ida. Delta 0-4 orasiga chastota Hz edi. Tetta to'lqin 4-8 Hz oralig'ida edi. Mid temporal deyapti. Temporal bo'lakning o'rta qismidagi ritmik tetta to'lqinlar ekan. Bo'ldi? Muammo yo'q. Ushbu to'lqinlar aynan temporal sohada yuzaga keladi. Faqatgina ko'pincha 1 sekund davom etadi xolos. Mana temporal soha, temporal zanjir mana ikkita o'ng, mana bu chap, mana bu o'ng. Endi faqat chapida uchrayapti. Mana Hzni ko'raylik. Ritmik tetta bo'lgandan keyin 8 gacha bo'lishi kerak, 8 gacha bo'lishi kerak, 4 dan 8 gacha. 1 2 3 4. To'rtta. Yo'q, 4 5 6 ekan. Mana bu yerda ham chiqyapti mana. Ikkita kattadan 1 2 3 4 5 6 7 ta mana. Va mana bu to'lqinlar bizdagi tetta to'lqinlar hisoblanadi. Mabodo mana bu yerdan ko'rinyapti. Mabodo temporal zanjirda qisqa muddat 1 sekund, 2 sekund davom etuvchi shunaqa tetta ritmik bir xilda ketyapti. Shunaqa aktivliklar ko'rib qolsangiz, bu epilepsiya ekan demanglar. Epilepsiya bo'lganda davomiy bo'lardi va qolgan mana bu отведениyalarga tarqar edi va davom bo'lardi. Turib bo'lmasdi. Shunday mana shuni biz uyqusiragan holatdagi ritmik mid-temporal tetta to'lqinlar deb nomlab qo'yamiz. Endi bizda keyingi yana bitta to'lqin bu lambda to'lqini hisoblanadi. Lambda to'lqini uyg'oq insonda bo'ladi. Uyg'oq insondaligini qanday aytyapman? Mana bu ko'ringlar. Mana bu ko'zni yumgandagi ko'zni harakatini nimasi? Artefakt. Kasal uyg'oq ekan. Bo'ldi. Birinchi fikr keldi. Va qachon yuzaga kelsa, o'sha tekshiriluvchi harfga qaraganda yoki kitob o'qiganda, yozuv o'qigan paytda oksipital sohada yuzaga keladi. Ikkala tomonda bo'ladi. Pozitiv bo'ladi. Pozitiv, o'tkir, simmetrik to'lqinlarda iborat. Simmetrik. Mana ikkala nimada? Ikkala oksipital sohada mana o'birda ham bor, oykida ham mana bir xil ko'rasizlar. Pozitiv. Mana pastga qaragan to'lqinlar, pastga qaragan to'lqinlar, pastga qaragan to'lqinlar, pastga qaragan to'lqinlar. Va o'tkir boshlanyapti. Ko'rasizlar, o'sha nima shu harfga qarash bilan boshlanyapti. Chunki bizda harflarni idrok qilish uchun oksipital soha ishlaydi-ku, to'g'rimi? Oksipital sohaga harflar impuls bo'lib borganda o'sha yerda xuddi shunaqa to'lqinlar paydo bo'ladi. Misol uchun temporal sohalarda bo'lmayapti, chunki ular ko'rishga javob bermaydi. O'shaning uchun harfni olib tashlasangiz yoki kitob o'qiyotgan odamni olib tashlasangiz yo'q bo'lib qoladi. Shu bilan farqlab olsak bo'ladi. Endi bizda keyingi nimamiz bu xavfsiz o'tib ketuvchi uyqudagi epileptik to'lqinlar. Xavfsiz uyqudagi o'tib ketuvchi uyqudagi epileptik to'lqinlar qanday farqlab olamiz? Bizda mana uyquda bo'ladi bu.
uyqudagi epileptik to'lqinda uyquligini qayerdan bilyapman? Mana bunday bizda oksipital sohadagi o'tib ketuvchi o'tkir oksipital to'lqinlarni o'tgan darslarda gaplashdik va mana bu yerda uyqu o'rchuqlarini ko'ryapmiz. Bular uyqu fazasidagi to'lqinlar. Demak, kasal uxlayapti va mana bu yerda ozgina epileptik to'lqinchalar paydo bo'lib qolyapti. Mana bu yerda juda shakli chiqqani mana. Mana shu bizda epileptik to'lqinni ko'rsatadi. Endi bu nimaga buni epilepsiya demayapsiz? Uyqu fazasida bo'lsa ham bunaqa to'lqin epileptik to'lqin bo'ladi-ku. Epilepsiya to'lqinni xudo xohlasa alohida o'tamiz. Mana bu yerda ham bor mana. Bunday tushib turib bunday bo'ladi. Uyquniki. Ana epilepsiya to'lqini. Shu to'lqinlar epilepsiyaniki-ku, nimaga buni olmayapsiz deyishlaringiz mumkin. Buni epilepsiya olmaymiz chunki amplitudasi past. Juda ham past amplitudasi. Agar amplitudasi balandroq bo'lsa shu holatiga biz bemalol buni epileptik to'lqin deb olsak bo'ladi. Uxlayotgan odamda mana bu to'lqinlarga qarab turib uxlayotganiga urib olyapmiz. Uxlayotgan odamda past amplitudali shunaqa epilepsiyaning to'lqinlari chiqib qolsa, sizlar uni o'ta nima qilib olmanglar, vahima qilib olmanglar. U xavfsiz o'tib ketuvchi uyqudagi epileptik to'lqinlar hisoblanadi va biz uni norma deb qabul qilamiz. Shunday qiziq va qiyin, xudo xohlasa sizlar bilan zerikmasdan chiroyli qilib o'rganamiz. Xo'p, oxirgi ma'lumotimiz bu 14 va 6 pozitiv spikelar. Endi bu qanday bo'ladi? Nimaga 14-6 deyilyapti? Buni sizlar bilan hozir tahlil qilamiz. Davomiyligi 1-2 sekund bo'ladi, birdaniga namoyon bo'ladi va musbat to'lqin hisoblanadi. Musbat to'lqin yana pastga qaragan to'lqin degani. Pastga qaragan to'lqinlar hisoblanadi va 14 degani 14 chastotaligi bor. 14 degani 13-14 gersli to'lqinlarni biz 14 deymiz va 5-7 gersli to'lqinlarni 6 deymiz. Ular alohidadan yoki aralash holatda kelishi mumkin. Mana bu yerda birinchi bu nechilik deb o'ylaysizlar? Bu 14lik. 14lik chunki 1 sekund ichida o'z to'lqinlar sanasak 14 ta chiqadi va pastga qaragan musbat to'lqinlar chiqyapti va birdaniga paydo bo'lyapti. Mana shularni biz spike deb qo'yamiz. Mana shunday pastga qaragan tez to'lqinlarni biz spikelar deb qo'yamiz. Mana shu holatdagidaqa, ya'ni 14 chastotali, 13-14 chastotali shunaqa pastga qaragan to'lqinlarni chiqib qolishini ham biz normada qabul qilamiz. Patologiya bo'lgan joylari ham bo'ladi. Kelar sanab ko'ramiz qiziqib. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dek. 14 ta chiqdi. Shunaqa to'lqinlarni ko'rib qolsalaringiz, bu juda xavfli narsa emas deb o'ylaylar. Va 6 pozitiv spikelar ikki xil turi bor. Biroz qiyin, yaxshilab eshitib turasizlar. Vaham turi bor, fold turi bor. Vaham turi bular qisqartma, lekin uyg'oq holatda bo'ladi. High amplitudasi baland bo'ladi va anterior, ya'ni oldingi tomonda bo'ladi, ya'ni frontal sohalarda bo'ladi va erkak kishida bo'ladi. Fold ayol kishida bo'ladi, oksipital sohada bo'ladi, amplitudasi pastroq bo'ladi va uyqusiragan holatda bo'ladi. Vaham bu epilepsiya bilan bog'liq. Fold esa bog'liq emas. Fold ko'rlaymi, amplitudasi past ayol kishida bo'lyapti, oksipital sohada yuzaga kelyapti va uyqusiragan holatda yuzaga kelyapti. Bo'ldi. Bu fold, bu epilepsiyaga moyil emas, lekin vahamdan qo'rqish kerak. Vaham, ya'ni erkaklarda uchraydi. Uyg'oq holatda uchraydi, amplitudasi baland va oldingi peshona sohalarda uchrasa, biz uni xavfliroq deb, ya'ni epilepsiyaga bog'liqroq deb olamiz. Bu 6 ni gaplashdik-ku, 6 pozitiv spike mana pastga qaragan to'lqin, mana pastga qaragan to'lqin ko'rasizlar mana. Mana. 1 2 3 4 5. 5-6 ni olaveramiz dedik-ku, 5-7 ni olaveramiz dedik. 1 2 3 4 5. 5 da 1 2 3 4 5 bilan pastga qaragan to'lqinlar. Bu kasalimiz 1-2 sekund davom etyapti, 1,5 sekund, 5-7 Hz oralig'ida sanadik. Bitta ikkita 5 chiqdi.
Ana shunday holatda ko'rishingiz mumkin. To'g'ri, biroz qiyin. Xudo xohlasa dars mobaynida sizlar bilan klinik keyslar bilan Xudo xohlasa buni mustahkamlab ketamiz. Biroz qiyin edi, tushuntirishga ham ozgina qiyinchiliklar yuzaga keldi, lekin o'ylaymizki, umid qilamizki, Xudo xohlasa sizlar uchun manfaatli bo'ldi. Barchangizga oila va xotirjamlik tilagan holatda keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolamiz. Qanaqadir kommentlar, fikrlar bo'lsa, shu videoda komment qismida bemalol qoldirishlaringiz mumkin. Barchalaringizga oila va xotirjamlik tilayman.